qurboniylar va boshqa davrlarga mansub noyob nusxalar bor. Qayd etilganidek, markaz tamaktoshi qo'yilganidan 2025-yilga qadar uning fondidagi qadimiy manbalar soni 2000 dan oshdi. Nodir Qur'on qo'lyozmalari esa 60 dan ziyodga yetdi. Ularning barchasi xalqimizda jamlangan va xalqaro auksionlar orqali xarid qilingan. Bu borada amalga oshirilgan ishlar milliy va diniy merosimizni qayta tiklash, tarqoq holda saqlanayotgan bebaho manbalarni vatanga qaytarish, ularni ilmiy muomalaga kiritish va kelajak avlod uchun asrab qolish yo'lidagi mustahkam yondashuvni yaqqol namoyon etmoqda. Prezidentimizga ekspozitsiyadan o'rin olgan ayrim alohida qimmatli qo'lyozmalar haqida ham ma'lumot berildi. Jumladan 1589-yilda Xattot Sulton Muhammad tomonidan 8 burchak shaklida ko'chirilgan va tumor sifatida ham ishlatilgan bozuband Qur'on qo'lyozmasi. 17-asrga mansub Safaviylar davri xattotlik va kitobat san'atining yetuk bosqichini aks ettiruvchi juda nafis bezakli nusxa. 12-13 asrlar chegarasida Saljuqiylar davrida Xattot Muhammad Sodiq ibn Muhammad Shafiy tomonidan nasx xatida ko'chirilib, satrlar orasiga forsiy tarjimasi berilgan nodir nusxa shular jumlasidandir. Prezidentga muzeyga tashrif buyuruvchi mehmonlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatishni tashkil etish ishlari taqdimot qilindi. Markaz qisqa muddatda xalqaro nufuzli tashkilotlar va nashrlar tomonidan e'tirof etilayotgani ta'kidlandi. Xususan, markaz Fransiyaning Avicenna mukofotiga sazovor bo'lgan. AQShdagi Smithson instituti nashri talqiniga ko'ra, 2026-yilda dunyoda eng katta qiziqish bilan kutilgan 10 ta katta muzeydan biri sifatida e'tirof etilgan. BBC Travel esa markazni dunyodagi eng ko'p kutilgan muzeylar qatoriga qo'shgan. Markazda tashrif buyuruvchilarga xalqaro standartlar asosida xizmat ko'rsatish uchun tarqatma materiallar, broshuralar va kitoblar tayyorlangan. O'zbekiston muzey amaliyotida ilk bor xalqaro ekspertlar jalb etilgan holda zamonaviy kimyo-fizik laboratoriyalarida barcha muzey ashyolarining kimyoviy tarkibi va yaratilganlik vaqti aniqlanib, ularning texnologik pasportlari tayyorlangan. Markazdagi har bir eksponatga QR kodlar joylashtirilishi natijasida tashrif buyuruvchilar mobil telefon yoki planshet orqali ularning video va audio kontenti bilan dastlab 3 tilda, keyinchalik esa 8 tilda tanishish imkoniga ega bo'ladilar. Taqdimotda har kim uchun ochiq muzey konsepsiyasi asosida markazni ijtimoiy integratsiya maydoniga aylantirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Kelgusida barcha eksponatlarga maxsus elektron chiplar o'rnatish, ko'zi ojiz insonlar eksponatga yaqinlashganida audio gid orqali ma'lumotni avtomatik eshitish tizimini joriy etish, Bluetooth mayoqchalari yordamida bino ichida mustaqil harakatlanish imkoniyatini yaratish rejalashtirilgan. Shuningdek, Britaniya, Louvre, metropoliten muzeylaridagi kabi robot gidlar, planshetlar orqali video va audio tanishuvlar, audio gidlar, radio gidlar va yo'nalish ko'rsatuvchi quloqchinlardan foydalanish ko'zda tutilgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, markazga bir kunda o'rtacha 5000 nafarga yaqin tashrif buyuruvchi kelishi kutilmoqda. Markaz va muzeyning xalqaro standartlar asosida to'laqonli faoliyat yuritishi uchun 400 dan ziyod xodim talab etilishi, ayni paytda maxsus tayyorgarlikdan o'tgan 100 dan ortiq nazoratchi va 30 dan ziyod ekskursovodlar faoliyat yuritayotgani, 10 ta davlatdan tashrif buyuruvchi sayyohlar uchun alohida gid matnlari ishlab chiqilgani qayd etildi. Shundan keyin davlatimiz rahbari markaz binosining 2-qavatida O'zbekiston musulmonlari idorasi faoliyati uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Tashrifning navbatdagi qismida prezidentimiz markaz kutubxonasini ko'zdan kechirdi. Kutubxonaning umumiy maydoni 3105 kvadrat metrni tashkil etadi. Hozirgi vaqtda uning fondi 45150 tadan ziyod adabiyotni qamrab olgan bo'lib, shundan 2609 tasi nodir nashrlardan iborat. Bundan tashqari kutubxonada 350 mingta elektron adabiyot mavjud. U bir vaqtning o'zida 310 nafar foydalanuvchiga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega. Kutubxona bo'limlaridan biri 22 nafar ma'rifatparvar jadid bobolarimizning merosiga bag'ishlangan. Shundan keyin prezidentimiz markaz huzurida tashkil etilgan xalqaro ilmiy ma'rifiy platforma faoliyati bilan tanishdi. Ma'lum qilinganidek, platforma doirasida bir qator nufuzli xalqaro tuzilmalar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilmoqda. ISESCO, IRSICA, Oxford Islom tadqiqotlari markazi, Fransiyadagi Temuriylar jamiyati, Turksoy kabi xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda ular uchun ofis xonalari tashkil etilgan. Bu mahalliy olimlar va xorijiy tashkilotlar vakillarining hamjihatlikda tadqiqot olib borishi, qo'shma loyihalar ishlab chiqishi va ma'rifiy tashabbuslarni amalga oshirishi uchun qulay muhit yaratadi. Tashrif davomida davlatimiz rahbari markazga hadya etilgan va xorijdan xarid qilingan qimmatbaho tarixiy artefaktlar ko'rgazmasi bilan ham tanishdi. Qayd etilganidek, prezidentimiz topshirig'iga muvofiq xorijdagi madaniy boyliklarni O'zbekistonga qaytarish ishlari izchil olib borilmoqda. O'tgan yilda Buyuk Britaniyadagi Sotheby's va Christie's kabi auksion uylari, art dealer va shaxsiy kolleksionerlardan 700 dan ortiq artefaktlar sotib olingan. Shuningdek, turli muassasalar, tashkilotlar va homiylar tomonidan 1000 dan ortiq buyumlar hadya qilingan. Ularning asosiy qismi 1-qavatdagi muzeyga joylashtirilgan. Ekspozitsiyada markazga hadya qilingan artefaktlar ham munosib o'rin olgan. Umuman tashrif chog'ida mazkur markazning yurtimiz tarixi va madaniy merosini chuqur o'rganish, asl boboylash va keng targ'ib etish, islom dinining haqiqiy inson
hamjihatlik va ma'rifatparvarlik mohiyatini ochib berish, ajdodlarimiz qoldirgan ulkan ilmiy va ma'naviy boylikni xalqaro miqyosda namoyon etish borasidagi ulkan salohiyati yana bir bor yaqqol namoyon bo'ldi. Tashrif yakunida davlatimiz rahbari Islom sivilizatsiyasi markazining faxriy mehmonlar kitobiga dastxat qoldirdi. Hurmatli Prezidentimiz 2017-yilda BMTni yuqori minbarida turib, butun jahonga qaratib alohida murojaat qildilarki, biz muqaddas islom dinimizni yo'l qo'ymaymiz tosh otishga. Chunki islom dini bu ma'rifatparvarlik, barakakenlik, tinchliksevar dini va ma'rifat o'chog'ini ayniqsa Toshkentda islom sivilizatsiya markazini quramiz deb e'lon qildilar. O'sha paytda kimdir ishondi, kimdir ishonmadi. Mana qaranglar, 8 yil o'tdi shu tarixiy voqealardan. Bugun mana hammamiz guvoh bo'lib turibmizki, hurmatli Prezidentimizning bu g'oyalarini qay darajada amalga oshirgan. Endi kontent haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi mana qurilishdan boshlab birinchi kunlardan hurmatli Prezidentimiz alohida topshirib berdilarki, ilmiy guruhlarni tashkillashtiringlar. Bu ilmiy guruhlar xilma xil yo'nalishda edi va nafaqat O'zbekiston olimlaridan iborat edi. Bu albatta chet el ekspertlar, mutaxassislar, olimlarni ham jalb qilingan va 40 ta davlatdan 1,5 mingta olim mana shu kontentni yaratish ustida ishlagan edi. Hurmatli Prezidentimiz alohida topshirib berdilarki, dunyoda sochilgan madaniy merosimizni qaytarishimiz kerak dedilar. Mana qaranglar, biz mana shu ekspeditsiyalarda 20 ta davlatda bo'ldik. 20 ta davlatlarda muzokaralar, jillar bilan alohida badiiy galereyalar bilan va So'zbisda, Krisisda qatnashdik va oxir-oqibatda mana 2000 ta artefaktni bu yoqqa olib keltirib joylashtirdik. Jahongir Olimov, Sanjar Shermuhammadov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun. Ramazon mehribonlik va shukronalik oyi. Bugun yurtimiz bo'ylab ushbu